Bugun demak 3-kun Last Debut hamda Alhamdulillah jamoalari qarama-qarshiligidagi o'yinni ko'rishingiz mumkin. Albatta, YouTube sahifamizga joylangandan so'ng. Demak, Last Debut jamoasining birinchi bani ta'mul bo'ldi. Navbat Alhamdulillah jamoasiga. Chiti Alhamdulillah jamoasi tomonidan ban qilinyapti. Navbat yana Last Debut jamoasiga. Among the plains exists Your team is banned, which I was made for. Kagura Alhamdulillah jamoasi tomonidan ban qilinyapti demak birinchi pik. Your team is picking. Apocalypse tomonidan tanlandi. Navbat qizillarga. Demak Baron Gatotkichini olmoqda. Hamda Your Turin team is picking. Guided by lantern's light. I didn't cure the pain. I harnessed. demak Valentina tanlanmoqda. This land is Hamda Lapu Your team is picking. burial ground. The night sky tells all. Your team is banning. They call me a hero because Your I saved my team is nation banning. from falling apart. Thorns remain. Should Your petals team is fall. picking. I trust this will be worthy of my Your talents. team is picking. No invasion! Your team is picking.
The This Immortal is the One chose Emperor's me order. to vanquish the shadows that plague this world. Xo'p, demak, jamoalarimiz уже tayyor. Last debut jamoasi Moskov, Lapu-Lapu, Valentina, Hayabusa hamda Tigrovlarni olishgan bo'lsa, ularga qarshi Alhamdulillah jamoasi Chuxin, Akai, Esmeralda, Nathan hamda Gatotkachalarni olishdi. Birinchi o'yin, kunning birinchi o'yini. Ko'ramiz kim g'alaba qozonadi. Welcome Demak, to o'yin Mobile Legends. boshlanmoqda. Mapdagi o'zgarishlarni aytib o'taman. 5 Broken seconds till the enemy reaches the wall, ya'ni battlefield. Smash shu them. bufflarning orasida All devorlar troops bo'lmaydi. deployed. Cherepaxa hamda Lord devorlarning o'rtasida ham ochib bo'ladi. Xuddi shunaqa ko'rib turganinglardek. Xo'p, demak o'yinimiz boshlandi. O'yin start olmoqda. Esmeralda Lapu-Lapuga qarshi chiqadi. Menimcha Valentinaga qarshi kurash olib borilmoqda. Jon anchagacha o'tdi Lapu-Lapu. O'yin startida aytib o'tish kerak. Esmeralda kuchli. Bu yerda Tuxinga hujum bo'ldi Hayabusadan. Chuxin Valentinaga hujum davom ettirmoqda. Bu yerda esa Esmeralda Lapu-Lapuni kriplarni urib tashladi. Akai esa bu yerda Hayabusaga hujum qilmoqda, lekin uni ultasiga tushib qoldi va burchakdan birinchi kill qilishi uchun Akai'da imkoniyat va undan foydalandi. Demak, yana hujum davom etmoqda. Tigrga qarshi hujum bo'lyapti. Bu yerda Tigr qochib ketadimi? Yo'q, o'zi qocha olmaydi. Navbatdagi kill Akai'dan bo'lyapti. Alhamdulillah jamoasi hisobni ochdi. Demak, birinchi yarmi o'yinda Valentinaga nisbatan hujum bo'ldi, lekin hujum Valentina qochib ketdi. Demak, birinchi yarmi olinmoqda. Akakusta Valentinaga hujum bo'lyapti bu yerda va Gatotkachadan hujum kelib ana ular Tigrga hujum bo'lyapti. Demak, yana Tigrga mo'ldiradi. Lapu-Lapu ham bu yerda Aka qochib. Voy, bu hujumdan ko'rishlar mumkin. Nima bo'lib ketyapti? Double kill. Resmen ikkita kill. Va Akai Lapu-Lapuni o'ldirib so'nggi killni amalga oshirdi. 0-6 hisob hozircha. Alhamdulillah jamoa, ya'ni qizillar oldinda. Birinchi repaqa ham alhamdulillah jamoa tomonidan olinmoqda. Tuxin bu yerda xato qildi va Valentina tomonidan o'ldirilmoqda. Nathan Moskvaga hujum qilyapti. Bu yerda esa Valentinaga hujum ketyapti, lekin Tigr unga yo'l qo'ymadi. Gatotkachadan ultimate va unga Valentina tushdi. Valentina bu yerda qochib ketyapti. Tigr ham qochdi. Tigr ultimate bilan o'sha oldidagi Akai ultimate bilan Tigr ultasidan chiqib ketmoqda. Akai burchiga siqib qo'ydi va Gatotkachadan kill bo'lyapti. Bu esa Nathan o'ldirib ketish shu vaqtda.
207 farmda unchalik katta emas. 2K, maksimum 2K. Qizillar oldinda, bu yerda Esmeralda lapiga hujum qilyapti. Gatutgacha bilan Chuxin unga yordam keldi, lekin orqada Tigreal bilan bo'lsa bor edi. Yana hujum davom etmoqda. Tigreal qochib ketyapti. Bu yerda Valentin ham yetib keldi. Esmeraldani esa ma'nosi qolmadi. Qochish kerak bu yerda, men o'ylashimcha. Jamoasiga foyda bermaydi. Gatutgacha ultimate lekin unga hech kim tushmadi. Yuqorida esa Akai Natan bilan birgalikda Moskovni o'ldirdi. Moskov esa Bashnasi yordamida Akayni o'ldirdi. Albatta bu kill Bashna sababli bo'ldi. Ikkinchi Erbaqa ham o'yinga qo'shilish uchun 5 soniya vaqt qoldi. Natan esa birinchi Bashnani buzdi. Yine birinchi Erbaqa, ikkinchi Erbaqa ham qizillar tomonidan olinmoqda. Bu yerda hujum yana qizillardan Moskva o'ldirilmoqda. Haybus nima qilgani bu? Natan o'ldirib qo'ydi. O'lim uchun o'zini ko'rsatib berdi. Akaydan navbatdagi kill. Hayabusani kichik xatosi mayli bo'lib turadi. Hayajon albatta. Midiyaga ikkinchi Bashna ham buzilmoqda. Bu yerda Natanni yolg'iz qursa bo'lishlari mumkin edi, lekin ultimate bilan qochib ketyapti. Gap yo'q ekan. Midiyaga ikkinchi Bashna ham buzildi. Moskovni qo'yib yuborish niyati yo'q va o'zi o'lib qoldi. Farmdan qolibdi Moskov 2-1-3 1-3-1. Demak 6-daqiqada farmda unchalik katta farq yo'q. Meralda bu yerda lap hujum qilishga harakat qilib ko'ryapti. Haybusidan Chuxinga hujum. Va bu samarasiz. Gatutgacha ultimate va Valentinaga hujum qilyapti va Natan Valentinani o'ldirmoqda. Haybusi ham bu yerda o'lib ketdi va bu kim? Tigreal minus bo'lyapti. Mana bu jamoasi yordamga kelish kerak. To'g'ri, u farmdan qoldi, lekin baribir jamoaga ozgina foydasi tegardi. Uchinchi Cherepaxa ham o'yinda. Demak, Kay Cherepaxani olishni boshlagan. Haybusi bu yerga kelishga ulgurgan edi, ammo Kay Cherepaxani berib qo'ymadi. Liniyasi esa lapini ushlab qisib qo'yishgan. Xo'sh, shu qocha olmasa kerak albatta. Chuxindan navbatdagi kill. Tigrealdan ultimate va Bashnadagi turib ketdi va Akka esa ultimatedan chiqib yubordi. O'zlari o'lishi mumkin va Valentin o'ldirilmoqda. Tigreal ham o'ldirildi va g'ayib bo'lsa ham minus bo'lyapti. Moskov yolg'iz o'zi, demak, Bashna qaytish kerak. Demek middagi Bashnani buzishmoqchi. Gatutgacha hujum Tigreal ultimate bo'ldi, lekin Akay bilan turib ketdi. Haybusi navbatdagi hujum va ultimate qilmoqda, lekin ultimate qilishga ta'sir qilmadi va o'zi Natan tomonidan o'ldirilmoqda. Afsus. Farmdan qolib ketishdi. Miga hujum qilyapti, demak Tigreal yonidan Natandan keldi. Tigreal Valentinaning ustasiga tushdi, lekin lap ham yutyapti. Valentina o'ldirilgan bo'lyapti. Voy, Moskov maniak bo'lyapti. Oy! Natandan yaxshi hujum
Bu yerda Valentina Natanni o'ldirmagan Q, Vespa Shadni ham qilishi mumkin edi. Red Oy. team hero has been Akay slain. o'ziga ozgina ko'rishim bordi va Valentina tomonidan o'ldirildi. Xo'p, 525 farmda katta farq ko'ryapsizlar. Valentina Esmeraldani ko'p yoqvordi, lekin o'xshamadi u. Demak, hujum davom etmoqda. Lastiga himoyalanmoqda hozircha. Red team has slain the turret has Nathan been Ward'ni destroyed. oldi. Men ko'rmay qoldim lekin. Demak, 3 ta JRPG hamda bitta Lord ham qizillar tomonidan olinmoqda. Last debut faqat hozircha himoyalanish bilan ovora. Demek Lord midden yetishyapti. Tigre ultasini berdi, lekin Akay o'yin chiqarib ultimate bilan Tigre va minus bo'ladi albatta bu yerda. Demak middi boshni buzilmoqda ham o'ldirilmoqda bu yerda. Nathan tomonidan menimcha bu yakun Gato pichidan ultimate va o Akaydan navbatdagi kill. Oy, nimalar ketadi bu yakun, albatta bu yakun. Lastik bir toza kuchli qo'ymaslik aniq edi. Ming uzr. Victory! Birinchi o'yinda Last debut jamoasi mag'lubiyatga uchratildi. Alhamdulillah jamoasiga bir hozircha yozib qo'yamiz. Demak, ikkinchi o'yin Öyle ümitli. Nima yana? Kavnomisiz best of 3 bu. Nima deyapsiz? Ikkita yutgangacha. Ballan aytinglar. Ballan aytinglar. Hop, demak, ikkinchi o'yin boshlanyapti. Alhamdulillah jamoasi hamda Last debut. Hozircha 1-0. Alhamdulillah jamoasi yutyapti. Hop, bu safar birinchi ban ko'klarda, ya'ni Alhamdulillah jamoasida. Va ular yana Kagurani ban Your qilishdi. team is banning. Now Akai enters the scene. Your team is Demak, Last banning. debut Akayni ban qilyapti. Let's hear from the crowd. Make Your some team noise for is yours banning. truly. Demak, Chichi ko'klar tomonidan ban qilindi. They call me a hero because I saved Your my team nation is from falling picking. apart.
hamda Yi Sun Shin navbatdagi Banspot'da Last debut jamoasi tomonidan tanlanmoqda. Butterflies born by Your thy team wish, is picking. guided by lantern's light. I love the smell of gunpowder in the morning. Demak, ko'klar cho'xingni tanlashgan bo'lsa, qizillarda birinchi pik Franko bo'lyapti. This time, Your team is picking. Hamda Xavier cho'xingga qarshi o'ynaydi bu safar. Navbat yana ko'klarga o'tmoqda. Fight for the Nemi ultimate Hilda answer. hamda I trust this will be Nathan. worth Your my team is talents. picking. navbat yana qizillarda. I am the sovereign Ular of the Obsidianni abyss. Your team tanlashmoqda. is picking. Natanga qarshi Obsidian. Your team is big. Nemeteris Laban bo'lyapti Last debutdan. Rocks need Hamda Your Baxi team is picking. ko'klar tomonidan ban qilindi. Xo'p, agar shu o'yinda keyingi nima deydi? Hozirgi o'yinda kimdir yutadigan bo'lsa, ular bundan keyin bo'ladigan o'yinda All Star hamda Usem Gitara jamoalariga qarshi ikkovidan bittasiga qarshi tushishlari mumkin bo'ladi. I do what Your I team want. is picking. Demak, Darius Last debut jamoasi tomonidan tanlandi. Sand rises when I Demak, give the word. Khalid Ocean tomonidan tanlanmoqda. I have a son. Hamda Hayabusa yana bir Your bor. team is picking. Yodlashdim. Bundan oldin Hayabusani Last debut jamoasi tanlagan edi bu safar. Alhamdulillah jamoasi tanlayapti. Let's fight to our heart's Demak, Leska Luk so'linyapti. Last debut jamoasi tomonidan. Bu albatta hal qiluvchi o'yin, yutgan keyingi o'yin, yana keyingi
bosqich yo'llanmasini qo'lga kiritadi. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! Hozir bu yerda vaqtda yutgan boksining buff chopilyapti. Yo'q, berib qo'ymadi, ammo o'zining xalik tomonidan o'ldirilmoqda. Lukas. Hujum davom ettirilmoqda, lekin Blue team hero has been Ko'qin slain! o'ldirildi. Ulardan Xalit ham o'ldirishi aniq. Blue team hero has been slain! Endi esa Hilda ham o'ldirildi. Blue team hero has been slain! Bruch hozircha bu yerda Lux yana hujum vaqti yo'ldan kelib o'tdi. Birinchi Rebaha o'yinga qo'shildi. Red team hero has Voy, been Darius slain! o'ldirilmoqda Blue yuqorida. team has slain the turtle! Hamda yana ko'klar birinchi Rebahani olib ketdi. Endi media hujumga Blue team hero has Franko'dan been Hook slain! hamda Locus'dan esa kill. Xullas debyut bu safar startni yaxshi boshladi va Franko'dan navbatdagi Hook Hilda tushganda unga Obsidiya bu yerda qochish kerak. Ammo Red team hero qocholmaydi. has been slain! Lux yana hujum o'tdi. Lux qochish kerak endi o'tdi, lekin Hilda uni qo'yib yubormoqchi emas, lekin Lux qochib ketdi. Xavier o'ldirilmoqda bu yerda. Voy, Franko'ning yaxshi Hook bo'ldi va Ko'qin Red Lux team hero tomonidan has o'ldirildi. been slain! Yaxshi. Red team turret has been destroyed! Side bu yerda Natanga hujum qilgan Red edi, team ammo hero foyda has been bo'lmadi. slain! Darius esa Xalit bilan yaxshi kurash olib boryapti. Darius bu yerda qochgani ma'qul va unga Xalit hamda Hildadan hujum qilishdi. Voy, Xalit o'ldirildi. Hilda ham o'ldirishi mumkin. Dariusdan hujum davom etmoqda. Hildaga nisbatan ozgina qoldi o'ldiradi u. Yo'q. Voy. Alloh, hayya bo'lsa kelib qolibdi. Hayya bo'lsa. Lux farmdan qolib ketdi. Midda yana Xaverga hujum Hildani o'ldirmoqda. Natandan esa Franko'ga hujum o'tdi. Franko Xalit tomonidan o'ldirildi.
ikkinchi yarmi ham o'yinda. Qaybo'sada yana hujum bo'ldi. Vat video o'ldirildi. Cho'qing tomonidan Xalit esa yo'q, Darius o'ldirilib ketdi. 11-7 hisob. O'yinni 5-daqiqasiga kelib o'sha farmda deyarli 5 farq bilan alhamdulillah jamoasi Blue oldinga team o'tib has slain ketyapti. the turtle. Nima Hildadan Xavierga hujumi o'xshata olmadi u. Harakat qilgan edi. Voy, Hayabusada yana bir hujum bo'ldi va Xavier Red o'ldirildi. team turret has been destroyed. Red Yurdi team hero Darius has edi. been slain. Uchta o'ldirib ketish uni ham. Men o'ylashimcha Last Debut jamoasi Red team turret has been destroyed. ahvol og'ir Last Debutga, chunki Red komanda team bir-birini turret has been tushunmayapti. destroyed. Frankodan hatto Hukeni Xalitdan hujum va Xavier o'ldirildi. Yo'q, Darius ekan, u Darius o'ldirilmoqda Natan tomonidan. Hozir Franko ham o'lishi mumkin, yo'q, Franko qochib ketdi. Demak, Luksdan hujum bo'lyapti, lekin samaratsiz. Qayerdan Sidega hujum va Natan uni chopib ketdi. Frankodan Hilda Red team turret o'zi has been xohlab bo'lib destroyed. berdi. Blue team hero has been slain. Hayabusa esa Frankoni o'ldirib yutib qoldi va bari qochib ketishga ulgurdi. 17-8. Natandan navbatdagi kill. Ahvol og'ir, comeback bo'lishi mumkin. Late'da faqat mumkin unda ham. Lekin Natan farm berib qo'ymasa kerak. Luksdan yana bir o'lim holati. Yana Natan 5-0-6. Frankoda yana xato midda hujumga o'tishyapti. Ko'klar yana hujumda. Qizillar esa himoyalanish bilan ovora. Franko shoshmasligi kerak. Demak, birinchi lord o'yinga qo'shilyapti. Hozircha 5 ta bashni buzishgan ko'klar. Lux Hildaga hujum ko'rdi. Demak, lord olmoqda, Natan uni oladi bemalol. Ha, ozgina qolibdi o'sha. Blue team has slain the Demak, lord. birinchi lordni ham ko'klar oldi. Demek ko'klardan hujum, Hilda Frankoni o'ldirib ketish qoldi, Darius ham o'tib ketdi. Frank o'ldirilmoqda, bu yerda Lux ham o'ldirildi, Darius ham, Atsida ham, Xavier ham. Bu yakun men o'ylashimcha. Ha, azizlar, o'sha yakun bu, comeback ko'rmadik. Afsuski. Demak, Last Debut jamoasi mag'lubiyatni qabul qilish arafasida. Yo'q, Franko yana Hoka o'xshamadi. Demak, bu yerda comeback bo'lishi ham mumkin. Demak, Natan o'ldirilmoqda, Cho'qin ham o'ldirildi, lekin Tron buzildi. Red team Qo'y, Tron buzilmadi. Darius 8 Tron buzilmadi. Yo'q. Men yakun deb o'yladim. Himoya o'xshadi. Balki comeback aylanib ketishi mumkin. Lekin ko'p vaqtlar yo'q, ularning 10 soniya vaqtlar bor, lekin Tron tegida yaxshi himoyalanishdi.
team hero has been Locus slain. yana o'ldirildi. Hali Absidi'ga hujum ketdi. Tam bu yerda hujumga o'tib Absidi o'ldirilishi mumkin. Yo'q, qochib ketdi. Frankoga hujum o'tindi. Bu yerda Khalid o'ldirilib ketildi. Franko tomonidan Franko degan noto'g'ri Hulk. Endi Tronga hujum bo'ladi bu yerda. Dariusdan yaxshi hujum va Natan o'ldirildi. Chuqin Dariusni kontrol qilyapti va Hayabusadan kill. Demek ikkinchi lordgacha 5 soniyadan kam vaqt qoldi. Endi ikkinchi lord kim olishi mumkin? Balki bu safar Lasibio jamoasi olar. Natan ham tirildi. Endi sal qiyin. Lekin o'yinning 11-daqiqasi. Natan farmni hech kimga yetolmaydi. Hozircha ularga balki keyinroq yetib olishi mumkin. Hozircha Natanda va juda ham ko'p farm bor. Yo'q, afsuski, Hayabusa lordni oldi. Middan hujum bo'ladi. Voy, Lux nima bu qargatak? Fulayapti. Demek Lord yana middan harakatini boshlayapti. Ortaya ucuncu başlayan bugün de 9'u baştan buzulucu Cook'lardan Lux o'ldirilmoqda, Late o'ldirildi, Absidi o'ldirilmoqda, Darius ham o'ldirilmoqda, Tron buzilmoqda. Demek bu ammo bunisi yakun albatta. Hajizlar. Ikkinchi o'rin hisobida alhamdulillah jamoasi g'alaba qozondi. Afsuski, Lasibio jamoasidan comeback ko'ra olmadik. Ishtirok uchun, turnirdagi ishtirok uchun Lasibio jamoasiga albatta rahmat etamiz. Zo'r ishtirok bo'ldi. Buning uchun rahmat. Alhamdulillah jamoasini esa tabriklaymiz keyingi turga o'tgani bilan. Xo'p azizlar, demak rahmat o'yinimizni tomosha qilganingiz uchun. Keyingi o'yinlarni albatta sahifamizga yuklayman. In my name.